Assalamu alaykum qarindoshlar. Bu saatlik dersimizde biz intayin addi bir mazmunni öğrenimiz. O bolsunuz sürat, vaqt ve musafa. Ve bularning o'rtasidagi munosabat. Undaq bo'lsa darsimizga qarab baqaylik. Sürat, vaqt ve musafa ama biz bularni hammasini obdan bilamiz. Shundaq bo'lsa, yana bir so'zda o'tay. Sürat degan nima? Sürat deganimiz bir ish harakat, vaqa va yoki bir hodisaning tezlik darajasi. Shundaqmi? Vaqt deganimizcha, vaqt desa bizning odatda kallamizga nima keldi? Yil, oy, kun, soat, minut, sekund shundaqmi? Undan so'ng vaqt deganimiz zamonning asrlar, yillar, oylar, soat, minut, sekund va shu qatorliqlar bilan ifodalangan bo'lagini biz vaqt deymiz. Undan so'ng musafa shundaqmi? Intayin oddiy ikki nuqtaning o'rtasidagi araliqni biz musafa deb ataymiz. Undan so'ng matematikada biz odatda suratni V harfi bilan, vaqtni T harfi bilan ve musafini S yani S harfi bilan ifodalaymiz. Ve bularning o'rtasida intayin oddiy bir munosabat bor. Unda bo'lsa qarab baqaylik. Bu surat deganim shundaqmi? Nimaga teng bo'ldi? Musafini vaqtga bo'lganimga teng. Ve yoki men bu yerdagi surat bilan vaqtning o'rnini almashtirib qo'ysam nima bo'ldi? Vaqt deganim teng musafini nimaga? Suratga bo'lganimga teng. Ve yoki musafa teng vaqtga nimani ko'paytganga, suratni ko'paytganga yoki tezlikni ko'paytganga deb qarasaqmi bo'ldi. Unda bo'lsa men turmushdan bir qancha o'rnak beray. Misol, masalan, birinchisi A, B deb ikki tal shahar bo'lsin shundami? A, B deb ikki tal shahar. Bu ikki shaharning oraliqini men 180 km keldi deb faraz qilay. Undan so'ng bu ikki shaharning oraliqi 180 km. A şəhərdən bir avtobus yolğa çıxıb 3 saatdan keyin B şəhərə yetib bağan bolsun. Şundaqmı? Onda olsa bu yerdəki vaqt neçə saat boldu? 3 saat boldu. Onda olsa sual bu avtobusning tezligi, yəni sürəti qancha? Onda olsa sürətni qanday tapdıq? Sürət deganim musafini vaqtga bo'lganga tengdir. Shundaqmi? Onda olsa musafi bu yerda 180 km, vaqt neçə saat? 3 saat. Bölsəm neçə çıxdı? 60. Onda olsa kilometr saatiga shundami? Saatiga 60 kilometrdan minibdi bu avtobus. Onda olsa ikkinchisi qarab baqaylik shundami? Vaqt nimaga teng ekan? Musofani tezlikka bo'lganga teng. Yana bir hikoya to'qiylik, masalan, Istanbul bilan Anqaraning oraliqi qanchalik bo'lsin? Musofa men taxminan 450 kilometr dey ikki shaharning oraliqi, shundami? Andan keyin Istanbuldan masalan biraylan motosiklet bilan Anqaraga qarab yo'lga chiqqan bo'lsin. Bu motosikletning tezligi, ya'ni surati soatiga 90 km deb faraz qilaylik. Undaq bo'lsa savol, bu odam necha soatdan keyin Anqaraga yetib bora oladi? Istanbuldan yo'lga chiqdi shunami? Tezlik mana qanday? Istanbul bilan Anqaraning oraliqidagi musofa shundami? Unda bo'lsa vaqtni tepish uchun necha soatdan keyin Anqaraga bora oladi? Men musofani tezlikka bo'lib berman shundami? Musofa 450 km, tezlikço 90 km saatiga. Unda bo'lsa javob 5 soatdan keyin qanaqa qila oladi ekan? Anqaraga yetib bora oladi degan gap. Unda bo'lsa 3-chi hikoyamizga qarab baqaylik. Masalan, bir poyezd bor, shundami? Bu poyezdninki tezligini biray boshda. Tezligi soatiga 150 km surat bilan mangdi, shundami? Unda bo'lsa bu poyezd 6 soat yo'l yurgandan keyin qancha kilometr mengib bo'ldi? Dese. Mesela unda olsa 6 saat yol menibdi shundami? Unda olsa musofani tepish uchun mana tezlik bor ekan, vaqt bor ekan. Musofani tepish uchun qanday qildim? Ikkisini ko'paytirdim. Ikkisini ko'paysam 100 qanday? 6 soatga 150 ni ko'paytmoq shundami? Soatiga 150 kilometrdan 6 soat menibdi. Unda olsa javob necha bo'ldi? 900 kilometr. Yani 6 soatda 900 kilometr yo'l menibdi degan gap. Undaq bo'lsa bir xulosalab o'tay. Biz yuqorida surat, vaqt va musofa va bularning o'rtasidagi munosabatni o'rganib chiqdik shundami? Unda bo'lsa nihoyat oddiy bir shaklda suratni tepish uchun musofani vaqtga bo'lib ekanmiz, vaqtni tepish uchun musofani tezlikka, ya'ni suratga bo'lib berib ekanmiz. Musofani tepish uchun vaqt bilan tezlikni, ya'ni vaqt bilan suratni o'zaro ko'paytirib ekanmiz. Ya'ni bu yerdagi tezlik yoki surat degan vaqtda, masalan, biz motosiklet haydab mangan vaqtda yoki mashina haydab mangan vaqtda tezlik soatidan bir qarabli ko'ra alaymiz shundami? Soatiga 80 km tezlik bilan menyapti yoki 70 km tezlik bilan menyapti soatiga deydigan. Unda bo'lsa, masalan, buningdan men bir tal o'rnak beray. Masalan, biz bir shaharga qarab mangdik. Biz turayotgan shahar bilan biz bormoqchi bo'lgan shaharning oraliqi 300 km deylik. Hozir mashina soatiga 100 km da menyapti. Unda bo'lsa 300 ni 100 ga bo'lsam necha soatda berib bo'lganmiz taxminan 3 soatda degan gap.
Shundaymi? Unda bo'lsa, masalan, bu yerda men bir tal o'rnak berdim, shundaymi? Bir poyezd soatiga 150 km surat bilan minib o'tibdi, shundaymi? 6 soat minib bo'lgandan keyin. Yani 6 saatdan keyin bu poyezd qanchalik yo'l mangdi. Unda bo'lsa, bu yerdagi bu tezlikka qanday qildim? Vaqtni ko'paytdim. Necha chiqdi? 900 km. Yani bu poyezd 6 soat ichida 900 km yo'l yurib bo'libdi. Biz yuqorida nəhayət addi bir məzmununu öyrənib çıxdıq şundaymi? Sürət, vaqt və musafə və bunların o'rtasidagi münasibət. Lekin bizning o'quvchilarimizning savol ishlagan vaqtda ba'zan xatolik chiqarib qo'ygan bir nuqtasi bor. Men buni eskartib qo'yay. Oldi bilan men bu ishning munosabatini bir yozay shundaymi? Unda o'zi bu yerdagi sürət degan nimaga tangda? Musafini vaqtga bo'lganga tang. Bu yerdagi vaqtcho musafini sur'atga bo'lganga tang. Musafi deganimcha vaqtni tezlikka, ya'ni sur'atga ko'paytganga tang tashunami? Unda bo'lsa men bir savol chiqaray. Ya'ni bir avtobus bor, bir shahardan yana bir shaharga qarab menyapti, soatiga 90 km sur'at bilan. Ya'ni buning bo'ldi tezlik shundami sur'ati. Unda bo'lsa 30 minutdan keyin, ya'ni bu yerdagi vaqt qanday bo'ldi? 30 minut deb yozay. 30 minutdan keyin bu avtobus qanchalik yo'l minib bo'lgan bo'ladi. Ya'ni bu yerdagi musofirni tepman. Bundan bir savol chiqqan vaqtda bizning o'quvchilarimiz nayta hayajonlanib qanday qildi? Bu yerdagi musofirni topdi ekanman. Unda bo'lsa, tezlikka qanday sur'atni ko'paysam bo'ldi, ikkisini ko'paytiblar. 90 ga 30 ni ko'paytib, necha 2700 kilometr chiqarib o'tdi. Shundaymi? Chiqarib o'tib qarab o'tirganlar. Yana qanday qilibdi? Bu avtobus 30 minutning ichida 2700 km yo'l minib o'tibdi. Uchibdimi ya, shundaymi ya? Unda o'zi qaraydigan bo'lsak, yarim soatning ichida bir avtobusninki 2700 km yo'l minishi asla mumkin emas, shundaymi? Masalan, Xotan bilan Urumchining oraliqmi 1000 km keldi. Aeroplanning masalan berishi va yoki kelishi uchun 1,5 soat vaqt ketadi degan gap. Demak, bu yerda bir masala bor. Unda o'zi biz masalani birlikda tepib chiqaylik. Qaraydigan bo'lsak, bu saatiga 90 km shundaymi? Mayada nima deb beribdi? Minut deb beribdi. Unda bo'lsa men bu xato ishlab solgan savolni tuzatishning ikki xil yo'li bor. Birinchisi, men ustidagi minutni soatga aylantirsam 60 ga bo'laman shundaymi? 30 minut degan 0,5 soat bo'ladi. Ondan keyin ko'paysam bo'ldi. Bu vaqtda musofa tangnacha sur'atga nimani ko'paytganga tang? Vaqtni ko'paytganga tang. Necha chiqadi? 45 km. Ya'ni bu avtobus amaliyotda 30 minutning ichida 45 km yo'l yurgan bo'ladi. Va yoki ikkinchi xil tuzatish usulimcha. Bu yerdagi 90 km soatiga degan gap bu sur'atda shundaymi? Men bu yerga qaytib bir yozay. Soatiga 90 km. Ya'ni 1 soatning ichida bir qatnash quroli yoki bir odam 90 km yo'l bosgan bo'lsa, biz nima deymiz? 1 soat 90 km minibdi deymiz, shundaymi? Men buni mancha minutda mancha metr mangdi degan ma'qul shaklda o'zgartiraman. Yani 90 km degan necha bo'ldi? 90 ming metrga aylantira olaman, shundaymi? Mingga ko'paytdim. Unda 1 soat degan necha minut bo'ldi? 60 minut bo'ldi. Unda o'zi qaraydigan bo'lsak, bu yerdagi 900 dan 60 ga bo'lsa necha bo'ldi? 15 chiqdi. 2 nol shu pet keldi. 15. Bu nima degan gap? Ya'ni bu avtobus amaliyotda 1 minutda 1500 metr yo'l mangdi ekan. Anadan keyin men bu yerdagi 30 minut bilan ko'paytira olaman. Hozir musofirni hisoblagan vaqtimda mana sur'ati minutiga 1500 metr, unda 30 minutda qanchalik mangdi? 45, keyinida 3 nol keldi. 45 ming metr minibdi 30 minutda. Unda bu 45 ming metr deganni men mingga bo'lib kilometrga aylantirsam 45 kilometr bo'ldi, shundaymi? Yana to'g'ri javob birsi-birsiga teng degan gap. Unda qolsa bir xulosalatay. Masalan, ma'qul shaklda bergan vaqtda sur'at qanday ekan? Soatiga mancha kilometr deb turibdi. Unda 30 minutda qanchalik mangdi? Shundaymi? Bu minut, bu soat. Buni akilib ko'paytirib qo'ysak, xuddi qanday bir ma'no chiqib qoldi? Bu avtobus 30 minut emas, 30 soatda nechilik yo'l mangdi deganga o'xshash bir musofa chiqib qoldi. Shunlashqa bu xato. Men bu yerdagi minutni soatga aylantirsam bo'ldi yoki soatiga 90 km degan bu sur'atning shaklini o'zgartirib, minutiga mancha metr qildim, shundaymi? 1 minutda manchalik mangdi ekan. Unda o'zgartib bo'lgandan keyin 1 minutda 1500 metr mang'an ekan, 30 minutda 45 ming metr mang'an ekan, shundaymi? 45 ming metr degan 45 kilometrga teng. Va yoki minutni soatga aylantirib, andan keyin akilibla ko'paytib, ma'no o'xshash kilometr qilib chiqarsaqmi bo'ladi. Ya'ni eng diqqat qiladigan nuqta bu. Unda qolsa, bugungi darsimiz sur'at, vaqt va musofa mushiyat oxirlashdi. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat.